Neftchi va Paxtakor Elit Osiyo Chempionlar Ligasida o'lim guruhidan joy olishi aniq bo'lib ulgurdi. Bu safar qur'a ko'r-ko'rona tashlanmaydi. Bu safar hammasi ayon. Aniqroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, bitta guruhda 16 ta jamoa bo'ladi. Afsuski, bir mamlakat vakillari o'zaro o'ynay olmasligi tufayli va Saudiya Arabistonidan 5 ta jamoa ishtirok etayotgani sababli o'zbek klublarini qiyin ahvol kutib turibdi. Endi ikki klubimiz Air Force'ni hisobga olmaganda ligadagi eng kuchli jamoalarga qarshi bahs olib boradi. Qisqasi, Ronaldu, Masharipov, Ashurmatov va Hamrobekov Paxtakor hamda Neftchiga qarshi maydonga chiqishlari aniq bo'lib ulgurdi. Al-Ahli Jidda, Istiqlol, Air Force, Al-Nasr, Traktor, Al-Hilol, Al-Qadisiya, Al-Ittihod bular Paxtakor hamda Neftchining raqiblari. Ha, to'g'ri tushunmoqdasiz. Ronaldu Al-Nasr bilan o'zbek klublariga qarshi o'ynaydi. Faqat bitta narsani qur'a aniqlab beradi. Kim kimga raqib bo'lishini emas, kim kimning uyida o'ynashinigina qur'a aniqlab beradi. Endi omadli va omadsiz qur'a degan gap bo'lmaydi. Endi qur'a faqat bizning omadsizligimiz natijasi bo'lib qolaveradi. Eslasangiz, muqaddam Paxtakor Osiyo Elit Ligasida ilk bor ishtirok etayotganida guruhdagi so'nggi turda o'z uyida Al-Sadni mag'lub etib 8-o'ringa ilashib olgan holda guruhdan chiqqan edi. Nima sababdan chiqqan edi? Paxtakor zo'r o'ynab chiqqanmidi? Yo'q, tarkibi yoshlardan iborat. Chempionatda ahvoli yaxshi emas edi. Murabbiy Maksim Shatskix edi. Nima uchun chiqqan edi? Saudiya klublari Paxtakorga raqib bo'lmagani uchun chiqqan edi. Va ana endi Saudiyaning barcha klublari O'zbekistonning barcha klublariga qarshi raqobat qiladi va ulardan hattoki 1 ochko olish endi orzu bo'ladi. Tushunyapsizmi? Saudiyaning 5 jamoasiga qarshi 2 klubimiz loaqal 1 ochko olsa bu orzu bo'ladi. Ana endi guruhdan chiqishimiz juda qiyin bo'ladi. Nima deyish mumkin? Hayronman. Siz o'z fikringizni bildiravering. O'zbek klublari Osiyo Chempionlar Ligasida qachon yaxshi natijalar qayd eta oladi? Qachonki futbolimiz rivojlansa, lekin futbolimiz endi rivojlanmasa kerak, boisi prezident farmoni chiqqan, klublar xususiylashishi kerak degan. O'zbekistonda boylar ko'p, lekin boylar har yili million dollarlab zararga kirishni aslo xohlashmaydi.